Pioneer'dan ro'yxatdan o'tganingizdan keyin sizda mana shunday muammo chiqadi. Bu nima ekan deb o'ylayotgandirsiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu muammoni qanday qilib oson yechishni o'rgataman. Avvalgi darslarimizda Pioneer'dan ro'yxatdan o'tganimizda kerakli hujjatlarni joylagan edik. Endi esa bizga undan so'ng emailimizga pochta keldi va uni ko'ramiz, nima bizdan talab etilyapti. Bu yerda mana мы готовы начать сбор информации и документов deyilyapti. Bizni hujjatlarimizda kamchiliklar bo'lgani uchun ular bizdan yana hujjatlarni to'g'ri joylashimizni so'rashyapti. Buning uchun biz Pioneer akkauntimizga kirishimiz kerak bo'ladi. Pioneer ilovasiga o'tib turib, pochtamizni kiritib, parolni kiritib, akkauntimizga kiramiz. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek, bu yerda xat kelgan mana вам необходимо предоставить информацию в центре верификации. Va bu yerga отправить knopkasini bosamiz. Va mana bu yerda biz ikkita joyga hujjat joylashimiz kerak bo'ladi. Bu birinchisi akkauntimizni ma'lumotlarini to'g'ri ko'rsatishimiz kerak bo'ladi va buning uchun свидетельство о регистрации для поддержки клиентов. O'zimizni biznesimizni ro'yxatdan o'tgan hujjatini joylashimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi etapida esa bu yerda bizdan kompaniyamiz ro'yxatdan o'tgan hujjatlarni so'ralyapti. Ularni oldindan tayyorlab qo'yib, bu yerga joylaymiz. Odatda YTT ning hujjatlari MyGovdan olinganda u yerda elektron ko'rinishda bo'ladi. U elektron ko'rinishda shundoq olib, agar faylni joylaydigan bo'lsak, tekshiruvdan o'tmaydi. Uni oldin printerda raspechatga qilib olamiz va uni qaytadan skaner qilib olib, keyin uni bu yerga u hujjatni joylaymiz. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, bu yerda свидетельство о регистрации для поддержки клиентов. Bu yerga oldindan tayyorlab qo'ygan hujjatimizni joylaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, hujjatlarimizni skaneri joyladik. Hujjatimiz o'zbek tilida bo'lgani uchun Pioneer buni ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lishi mumkin. Buning uchun biz notariusga borib, hujjatimizni ingliz tiliga o'girib oldik va bu faylni joylab jo'natamiz. Jo'natib bo'lgandan keyin ortga qaytamiz. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, yana hujjatlar joylaydigan joylar turibdi. Ko'rib turganingizdek, mana center verifikatsiyada ikkita hujjat so'ralyapti. Birinchisiga bosamiz. Bu yerda dokumenты для проверки компании. Kompaniyamiz haqidagi hujjatni joylashimiz so'ralyapti. Va bu yerda qaysi hujjatni joylayapmiz? Shuni tanlaymiz. Налоговый документ, доказательство деятельности компании, лицензия на ведение коммерческой деятельности. Доказательство деятельности kompaniyani tanlaymiz va bu yerga YTT ning hujjatini joylaymiz. Hujjatni joylaganimizdan keyin отправить tugmasini bosamiz. Endi yana ortga qaytamiz va keyingi hujjatni jo'natamiz. Отправить tugmasini bossak, bu yerda подтвердите зарегистрированный адрес своей компании. YTT'miz bizni o'sha ko'rsatilgan adresimizni tasdiqlovchi hujjat jo'natishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda bizni ism-sharifimiz va to'liq manzilimiz ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bu yerda qanday hujjat bo'lishi mumkin? Счет за коммунальные услуги на имя арендатора. Misol uchun, arendada o'tiradigan bo'lsangiz yoki ish joyingiz uyda bo'lsa, uyingizni adresini ko'rsatasiz va uni tasdiqlovchi kommunal xizmatlarga to'langan kvitansiyalarni kopiyasini jo'natishimiz mumkin bo'ladi. Agar faqatgina siz yashayotgan uy sizning nomingizda bo'lsa. Chunki kimni nomida bo'lsa uy, o'sha odamni ism-sharifiga beriladi bu hujjatlar. Yoki boshqa yuridik hujjat. Va yana bitta hujjat bu bankning hujjati. Biz bankdan oldik hujjat. Agar bizning Visa kartamiz bo'lsa, xohlagan o'sha qaysi bankda bo'lsa, bankka borib hisob raqamimiz haqida ma'lumotnoma olamiz. Ushbu ma'lumotnomada bizni yashash manzilimiz, hisob raqamimiz va boshqa ma'lumotlar to'liq ko'rsatilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Va bu yerga mana biz oldindan tayyorlab qo'ygan bank ma'lumotnomasini joylaymiz va yuboramiz. Mana hujjatlarni jo'natib bo'ldik. Endi javobni kutamiz.
Bu yerda ko'rib turganingizdek, bizni pasport ma'lumotimiz va boshqa ma'lumotlarga bizga adobrini berilgan. Mana ikkita hujjatni joyladik. Tarixda bu yerda ko'rinib turibdi. Hali bu ko'rib chiqilmagan. Endi bizga ozgina vaqt kerak bo'ladi va javobini kutamiz. Ushbu hujjatlarni joylab bo'lganimizdan keyin bizga tasdiqlash xabari kelgandan keyin biza eBay do'konimizni to'liq ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi darsni ko'rish uchun ekranda chiqqan playlist ustiga bosing.